Do'stlar, assalomu alaykum. Yangi sayt chiqdi, Polfast. Bunga qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Sign up'ni bosamiz do'stlar. Bu yerga nickname yozasizlar. Masalan, Diyor 26 25 may. Bu yerga adres kiritasizlar. Email adres kiritasizlar. Bu yerga parol yozasizlar. Masalan, Diyor 6tadan ko'p bo'lishi kerak. Diyor 25 yozamiz bunga. Pastiga ham Diyor 25 yozamiz. Bu yerda captcha tiramiz. Sign up tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Endi men o'zim akkauntimga kirib olaman do'stlar. To'xtatib turaman. Mana ro'yxatdan o'tib oldik do'stlar. Bu yerda 10 ta aylanish beradi. Birinchi kirganlaringga tekinga aylantirasizlar. Sarmoyasiz ishlasanglar ham bo'ladi. Sarmoya bilan ishlasanglar ham bo'ladi. Kitob qoldi. Bundan tashqari bu yerda levellar mavjud do'stlar. Mana Sonydan boshlab mastergacha. Climbni bosamiz. Bo'ldi. Levelni qanday qilib ko'taramiz do'stlar? Levelda o'yinlarni o'ynab ko'taramiz. Multiplayer bosamiz. Mana 5 ta o'yin mavjud. Spin bor ekan. Kirib ko'ramiz do'stlar. Bosasizlar 0x dan boshlab 10x gacha tushishi mumkin ekan do'stlar. Bir o'ynab ko'rsatsam. Hop, aylantiramiz. Minimarkada turaveradi. 2x qilamiz. Mana 1,5x yutdik do'stlar. Mana shunday qilib o'ynaverasizlar do'stlar. Keyingi o'yinga kiramiz. Bunda games o'yinini ham ko'rsatib beraman. Hop, 1000 ga turadi. Bir marta yutib chiqqandan keyin chiqarib olaveramiz do'stlar. Bosamiz, mana yutdik. Chiqarib olaveramiz. Bosamiz, yutqizdik. Yutqizsak 4x ga ko'taramiz do'stlar. Yana yutqizdik. Yana 4x ga oshiramiz. Mana yutdik do'stlar. Shunday qilib balanslarini ko'tarib ketaverasizlar. Mana qaranglar. Level qanday ko'taradi? Mana har bir tikkan pulim qo'shilib boraveradi. 5 polga yetgandan keyin ikkinchi levelga o'tamiz do'stlar. Yana boshqa nima ko'rsatadigan? Bu yerda dice bor. Dice'da ham strategiya bor. Bu yerda 1 4 qilib olamiz. Bo'lmayapti. Bunda ko'tarib eng baratiga qo'yib o'ynayman. Keyingi o'yin ko'radigan bo'lsak, juda tushunmadim. Minus 3 ta turaveradi. Minimarkaga qo'yamiz. Betni bosamiz. Mana yutqizdik. Yutqizganimizdan keyin mana uni 2 ga oshiramiz. O'rta bosamiz. Mana climbni bosib olamiz do'stlar. Juda oddiy do'stlar. Shunday qilib o'ynab balanslarini ko'tarib ketaverasizlar.
Mana yana balanssimiz bu yerdagi nima ko'tarildi. Shunday qilib o'ynab ketaverasizlar do'stlar. Juda oddiy. Xohlasanglar depozit kiritib o'ynasanglar ham bo'ladi. Depozitni bosasizlar. Generate address deyapti. Juda qanday qilayotganmiz buni. Depozit keyingi videoda ko'rsataman do'stlar. Bu yangi sayt. Hozircha tushunmadim. Bu yerda yetish mavjud yana. 1,5 polga yetganda bu yerga adresni yozib, poligon turaveradi. Bu yerga pastdagisiga yechadigan miqdorda yozasizlar. Keyin Winzraf'ni bosasizlar bo'ldi. Binance, любой kошелeklarga yechib olsanglar bo'laveradi do'stlar. Xohishingizga. Keyin referral bo'limi mavjud do'stlar. Bu yerda ссылкani olasizlar, do'stlaringizga tarqatasan. Har bir do'stlaringiz har bir yiqqan kapchalariga 50% qaytib keladi sizlarga. Games'da 0,5% qaytadi do'stlar. Shu videomiz shundan iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.